TikTokda efir ochganingizda, efirda o'tirgan paytingizda o'zidan videolar qo'yilib qolyaptimi? Efirda o'tirgan paytingizda лучший момент degan joyidan hozir funksiyasini o'chirib qo'yamiz. Qani, ketdik, o'rganamiz. Mana hozir siz efirdasiz. Efirda paytingizda mana 3 ta nuqta bor pastda. 3 ta nuqtani bosamiz. Qarang, mana shu yerda mana лучший момент efir degan joy bor. Mana shuni bosamiz. Mana qarang, rosa efirda o'tirgan paytlarimdagi hamma videolar bor. Mana shular qo'yilib qolayotgandi. Mana qarang, bu yerini shuni o'chirib qo'ysangiz, efirlaringizda o'tirgan paytingizda qo'yilib qolmaydi. Mana shuni o'chirib qo'yishingiz kerak. Efir ochgan paytingizda qayerdan effektlarni qo'yamiz deyshadi. Effektlar mana, effekt degan joyi bor mana bu yerda. Mana shu effektdan har xil almashtirasiz. Mana o'zi almashdi. Xohlagan effektingizga almashtirsangiz bo'ladi. Mana effektini almashtirsangiz bo'ladi va o'zingizga qaratib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda. Mana, переключить kamera o'zingizga qaratib qo'ysangiz ham bo'ladi.